Bugun sizlar bilan DeFi haqida gaplashamiz va undagi risklar haqida. Men shaxsan o'zim ikkita turga bo'laman risklarni DeFi'dagi. Buni birinchisi qilish mumkin bo'lmagan risklar, ikkinchisi esa bu o'z zimmasiga olishi kerak bo'lgan risklar. DeFi bilan shug'ullanmoqchi odamlar. Agarda siz kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Biz esa videoni boshlaymiz. DeFi'dagi ikkita tur haqida aytib o'tib ketaman. Bularni birinchisi qilish mumkin bo'lmagan risklar, ikkinchisi esa o'z zimmasiga olinishi kerak bo'lgan risklar. Birinchisi bu DeFi'dagi siz mem coinlar bilan oldi-sotdi qilishingiz, snayperlardan foydalanishingiz yoki pul likvidность berish. Bu yerda siz 99% vaziyatda pulingizni yo'qotasiz va bu yerda sizni pul daromad qilishingizni 1% juda katta risk. 99% siz pulingizni yo'qotishingiz, 1% siz daromad qilishingiz. Shu sababdan bu yerda riskni bilish kerak va u riskni вообще umuman o'z zimmasiga olmasligi kerak deb o'ylayman. Agar DeFi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan odam. Agarda sizga kazino yoki shunga o'xshash narsalar qiziq bo'lsa, boshqa yo'nalishlar bilan shug'ullangan yaxshi, DeFi bilan emas. Va ikkinchisi bu o'z zimmasiga olinishi kerak bo'lgan risklar. Bularning ichiga nimalar kiradi? Misol siz mostdan, ko'prikdan yoki DEX birjalaridan yoki lending marketlardan foydalanganingizda, ular smart kontraktlarda ishlashini bilasiz. Smart kontraktlar esa dasturchilar, programmistlar tomonidan yoziladi va u yerda qandaydir xatolik bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni biz hozir yoki keyin bu kelajakda bilib olishimiz mumkin, bilmasligimiz mumkin, aniqrog'i. Va siz o'shalarni bilmagan holda siz u lending market, DEX birja yoki qandaydir protokollardan foydalansangiz va u yerda hakerlar uязвимость topishsa, u yerdagi xatolikni topishsa kodda, u yerdan pullarni olib chiqishi yoki qandaydir boshqa manipulyatsiya qilishi mumkin sizlarning aktivlaringiz bilan. Va bu uchun sizlarga yaxshi protokol va ishonchli komandalardan ishlab chiqarilgan lending market, DEX birja yoki shunga o'xshash boshqa smart kontraktlardan foydalanishni maslahat beraman. Bular ichiga Aave va Uniswaplar kiradi va bir nechta yana ko'p yo'nalishlari bor. Ular haqida ham bugun qisqacha videoda aytib o'tib ketaman. Va hozir sizlarga smart kontraktlarda qanday xatolik bo'lishlari haqida aytib beraman va bu yerda ko'p rus va ingliz tilida ishlatiladigan so'zlar bo'lishi mumkin. Agar sizga qandaydir qismi tushunarsiz bo'lsa, siz izohlarda yozishingiz mumkin yoki Telegram kanalda. Va smart kontraktlar haqida aytadigan bo'lsam, smart kontraktlar bu avtomatik tarzda ishlaydigan aqlli shartnomalar tarjimasi. Ularni dasturchilar va programmistlar yozishadi. Boshda uni yozib bo'lishganidan keyin uni testovoy setda, testovoy blockchain setida apulyokat nashr qilishadi o'zbek tilida. Va undan keyin agarda u o'zini yaxshi ko'rsatsa va u yerdagi xatoliklar aniqlanmasa, jamoat tarafdan yoki boshqa ishtirokchilar tomonidan testnetlar bo'ladi. Testnetlar o'sha smart kontrakt yoki setni xatoliklarini topish uchun qilinadi. Uni agarda u yerda xatoliklar topmasa, testovoy setda ularni olib основной setga qilishadi. Misol, efirni o'zini основной seti bor va testovoy seti bor. Va hozir smart kontraktlar yozilganidan keyin, ular основной setga nashr qilinganidan keyin u yerdan oddiy foydalanuvchilar, biz va sizga o'xshagan foydalanuvchilar foydalanishi mumkin, daromad qilish uchun yoki o'zini qandaydir maqsadlarida. Va hakerlar ham bu yerdagi xatolikni topish uchun undan foydalanib, u yerdagi aktivlarni o'g'irlash uchun harakat qilishadi. Va ular hozircha qandaydir xatolikni topib turib, hozircha lekin uni u yerdagi aktivlarni o'g'irlamasligi mumkin. Shunday holatlar bo'lgan DeFi sektorida yo'nalishida u yerdagi TVL общий hajm ko'payishini kutib turadi hakerlar va undan keyin pullarni o'g'irlashadi. Lekin agarda siz yaxshi protokol va ko'pdan beri ishlab kelayotgan protokollar bilan ishlasangiz, bunday holatlar juda kam
risk juda past bo'ladi. Misol unga Avi 4 yildan yoki 5 yildan beri Avi lending marketi ishlab kelyapti. U yerda eng kam risk, u yerda hozircha 30 yoki 25 milliard dollargacha pul puflab qo'yilgan, TVLda turibdi. Va u yerdagi pullarni o'g'irlashning iloji yo'q, chunki smart kontrakt to'g'ri yozilgan va u yerda xatolik yo'q. Va unga o'xshash yana protokollar juda ham ko'p. Bu haqida men o'zim Telegram kanalda bir necha post qilganman, protokollarning turlari va qanday ularni aniqlash, qanday ularni tanlash haqida. Va agarda smart kontrakt publikatsiya bo'lganidan keyin u yerda xatolik topilsa, hakerlar u yerdan pul o'g'irlashi mumkin. Misol uchun 2024-yilda DeFi sektoridan o'zidan yarim milliardgacha pul o'g'irlangan. Bu degani ko'p emas, protokollarni o'zida qandaydir xatolik bo'lgan bo'lishi mumkin yoki dasturchilarning o'zlari ham ataylabdan shunday smart kontraktlarni yozishadi. Odamlar u yerdagi foizlarni va daromad turlarini ko'rib, pullarni olib borganidan keyin smart kontraktni orqa tarafidan pullarni olib chiqish uchun. Bunday smart kontraktlar turi ham bor. Ular haqida ham agarda sizga qiziq bo'lsa post qilaman. Qisqacha qanday qilib smart kontraktni to'liq yozganidan keyin ham unda o'zgartirish kiritish mumkinligi haqida. Ko'p yaxshi yozilgan protokollar va smart kontraktlarni 99%da o'zgartirish kiritishning iloji yo'q. Agarda u yerda o'zgartirish kiritishning iloji bo'lganida bu smart kontrakt deyilmasdi. Va lekin moshenniklar va hakerlar shundan foydalanishadi. Tayyor misol Uniswap yoki Lending Market yoki DEX birjalarini ochiq kodini olishadi va shu yerga kod yozishadi o'zini. Keyinchalik bu yerda pul ko'payganidan keyin orqa tarafdan pulni olib ketish uchun. Pullar smart kontraktda emas, hakerlarni hamyonida saqlangan bo'lishi mumkin. Shunday holatlar ham bo'ladi. Va shu joyida DeFi haqida risk degan video, bu yerda risk hamma kripto yo'nalishda bo'lganday bor, lekin DeFi himoyasi uchun ozgina gap aytmoqchi edim. Sentralizovanniy birjalarda DeFi'ga qaraganda ko'proq pul yo'qoladi. Foydalanuvchilar ko'proq pul yo'qotishadi. Bu bir nechta sabablardan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Kripto birjalar cheklov qo'yishi mumkin yoki bankrot bo'lishi mumkin FTX ga o'xshab yoki yaqinda bo'lgan Bybit birjasi bilan uni hamyonidan pullarni o'g'irlashi mumkin. DeFi sektori bilan solishtiradigan bo'lsak, 1 yil yoki 3 yillik statistikaga qaraganda DeFi sektor va sentralizovanniy birjalarga nisbatan u yerda 3 yoki 5 baravar kamroq pul o'g'irlanadi. Bu degani DeFi sektorda 2024-yilda 470 million dollar o'g'irlangan bo'lsa, sentralizovanniy birjalardan esa 1,5 milliarddan 2 milliard 300 gacha pul o'g'irlangan. Shu sababdan DeFi sektordan qo'rqish kerak emas. Undagi risklarga amal qilgan holda ishlasangiz, siz ko'proq daromad qilasiz. Sentralizovanniy birjalardagi aktivlarni tutishdan ko'proq. Va hozir sizlarga aytgan ko'priklar haqida Telegram kanalda post bor. Agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. U yerda siz ko'priklar qanday ishlashi va u yerdagi risklar haqida to'liq post qilganman Telegram kanalda. Bugun sizlar bilan DeFi'dagi risklar haqida gaplashdik va bu video qisqaroq bo'ldi. Agarda sizga qandaydir to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, siz Telegramga yozishingiz mumkin. Men sizga maslahat beraman qanday qilib DeFi'da daromad qilish haqida. Bu yordamim konsultatsiya 2 ta turga bo'linadi: bepul turi va pulligi. Pulligida sizga noldan strategiya tuzib beraman va siz shu strategiyadan kelib chiqib, maslahatlar bilan kelib chiqib, DeFi yordamida o'z kapitalingizni daromad olishingiz mumkin. Har oylik yoki o'z kapitalingizni o'stirishingiz mumkin. Misol sizda bugun bitta efir bo'lsa, 1 oydan keyin yoki 1 yildan keyin sizda 1,5 ta efir bo'ladi. DeFi o'sha narsa uchun kerak.
Va agarda sizga bu narsa qiziq bo'lsa, yozing, ma'lumotlarni to'liq berishga harakat qilaman. Qanday bo'lishi va bu narsa sizga qanday daromad olib kelishi, sizni strategiyangizdan kelib chiqqan holda. Va video oxirida mini konkurs qilmoqchi edim. Mana shu video tagidagi savollardan savol yozsangiz, shu savollardan eng yaxshisi o'zimga qiziq bo'lib tuyulganiga $5, 5 USDT tashlab beraman foydalanuvchiga. Foydalanuvchi Telegram va YouTube kanaliga obuna bo'lgan bo'lishi shart.